أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Bugün okuduğum dersimizin temisi bel ta'tina ente. Bel diyen söz onda emas manda diyen ha. Yap sizler özleri bizden taşımızı kesler diyen buldum. Ya'tazama Muhammed ibn Süleyman Emirul Basra fi evail hükmü Benil Abbas. Abbasiler hilafette 132. yılı Hicriye'den tatip başlandı. Abu Ja'far el-Mansur Umayyid'in hukukunu tatip alğanca şu 132'den tatip. Onun da nemelere şunda 5 yıl Abu Ja'far el-Mansur so'da ondan keyin şunda evladı so'rab keraklik. Şu Abbasiler cemaatinin hükmü başlagan çağlarda bu Basra'nınki valisi dedi. Muhammed ibn Süleyman. Ya'tazama degan belvag'da o'ydi bo'ldi degan ma'no. En yumeyyize ahad ibnayhi bi vasiyatin yusi biha fi malihi. Bunun iki oğlu var ekan. Mal mulkida iki oğlunun biriga alohidroq vasiyat qilishni o'ylab turdi. Bir oğluga sal amroq ekan. Biroq o'g'liki mal mulkimdan ma'no masalan manchilikni falan ason manchilik aslında vasiyat yozay deb o'ylab turdi. Aslida ballag'a bergan vaqtida de çoğun aslında belki vaxtıda tang beraber beriş kerak. Bireylerge artıq bireylerge az vurup mında qilsa adillik qilmaslik bu haram. Bazı bazı alimlar mush berişi batıl deb qaraydi. Hisob qilmas inovasiz. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu ning dadasi Bashir Rasulullohning huzuriga kelib, men bilamga mundani bermoqchi edim. Guvoh bo'lib bergan bo'lsalar desa, sen başqa hamma balalarga o'xshash berdingmi? Ya desa, men unda zulmga guvoh bo'lmayman yoki mendan boshqani guvohlatgan buningga deb rad qilgan. Yani shunga balalarga hammaga tang berish kerak. Balalarga bunda tang bermasa, balaning o'tirda adovat boshqani keltirib chiqadi. Yumayyiz deganimiz alaydirak qilishni degan. Wa kana an waladihi hada arda ashujiqaq binasi berib vasiyat qilay degan balasidan bakrak rozi ekan bu. Arda degan af'al tafdil, bakrak rozi. Va qabla an yaf'al mush vasiyatni qilishni ilgari ba'atha bi kitabin minhu illa Hammad ibn Salama. Hammad ibn Salama degan mush olimga maktub yozibdi. Bu Hammad ibn Salama İmam Malikning ustozi hisoblanadi. İmam Malik mushundan ilm olgan. Yestaqdimuhu ilayhi bidaril imarati yestaftihi. Ona şu vali mahkemesi deyildi. Daril imarat degan vali mahkemesi. Vali mahkemesi deymiz go? Şu vali turdigan, şu kadir turdigan o'rin deyli, idarani vali mahkemesi. Daril imarat deymiz hozir shuni. Vali mahkemesi chaqirtib, "Ya kilang" deb maktub yozibdi. Nima uchun yestaftihi dedi. Unda fatvo so'rash uchun. Hozir makshi vasiyat qilay dedi. Bu vasiyat qilsam hozir bunda qanday bo'ladi deb olimdan fatvo so'ramoqchi bu. Vasiyatni qilib bo'lib, unga menda qildim qanday bo'ladi deb so'ramay, vasiyatni qilishni ilgari so'ramoqchi. Va qabla an na'ti ala ma kana baynahuma biz o ikkilarning o'rtada bo'lgan ishlarning ustida to'xtalishdan ilgari nazkuru ta'rifan mujazan an ar-rajulayni. Bu ikki kishi haqida qisqacha tonishtirish so'zlab o'tamiz. Fanaqulu kana Hammadun faqihal Basrati va alimaha. Hammad shu Basraninki olim ekan, faqih ekan. Shu chog'dagi shu katta olimning birisi ekan. Va zahidaha va nasikaha. Zuhd deganni biz o'tganda ta'rif qilib o'tdik, shunami? Ya'ni oxiratni ko'zlabsan, dunyoga e'tibor bermay, dunyoni cho'ng bilmaslik dedik, masalan. Aşında dünya berilmey, ahiretini közlep ibadet kıldıgan ibadetgo'y kishilarning birisidir. Nasike ibadetgo'y deymiz. Nusuk degan taat ibadet bildirgan so'z. Qurbonlik var, şu taat ibadetining bir qismi bo'lgan ekan, ba'zi qurbonlik nima ko'rsatadi. Qur'on Karimda jiq chiqadi nusuk, manasik. Alaykum. Ba'zilar ekan, Imom Shafi'ning davridagi Abdurrahman ibn Mahdi, shu chog'dagi tanliq hadisshunos usulchi ulamlarning birisi. Eğer Muhammad ibn Salamaga birisi at qiyomat bo'ldi desa, at qiyomat bo'lgan men jiqroq menda bir ibodat qilib olay deb ortiq bir qildigan ishni topolmaydi dedi. Yani shunda qiyomat bo'ldi degandek amal qilmayotgan odam ekan. At qiyomat bo'ldi desa, shapashlab uningdan jiqroq qilib olay degdek jiq qildigan bir ish topolmaydi dedi.
Bu anda bir alim keldi. Şu İmam Ebu Hanife'nin zamanı şu. Muhammed 167 yıl vefat olgan. İmam Ebu Hanife 150 yıl vefat olgan. Mavamda Basra'da İmam Ebu Hanife köfede geçer. Ve kana rahimahullah celilal kadri. Bu alim nayet kadri üstün, yukarı katta, azim salah, yani salah dediğimiz takvadarlık, yani salihlik, katta kişidir dedi. Ve kana yaqdi aksara awqatihi fi beytihi. Köp vaktini uyda o'tkazadi. Fayda xaraja li salatin aw hajatin, namazga ya bir ishiga sirtga chiqib qolsa, tabi'atul uyun, kishilarning hamma ko'zi mushu odamda bo'ladi. Da men shu ko'zning g'ayb bo'luvchi bunda xalqning ko'zi mushu odamga tikilib qoldi dedi. Va qabbalatul qulub, yani kishilarning dillari, xuddi dillari bu odamni o'z dilida suyayotgandek. Shunda bir xil kishilar omroqlik bilan hurmatlaydigan kishi ekan. Va kanat lahu hayba, yani haybati va surlik, kishilar undan tattatilgan. Va kana fihi waqar, waqar deganda cho'ng sifat, isillik degan. Va kana abiyan, abi degan so'zni biz o'tdik, degan unutib qoldik. Iba yoki abi deb o'tdik. Ya'ni abi degan xarolashni qat'iy rad qiladigan, unmaydigan, g'ururi va jigiri va degandek ma'nodagi so'z abi. Aba degan. Va yaq deyish to'g'ri kelgan chog'da yaq deyiladigan. Mutaqashshifan. Asli taqashshufning ma'nosi va yuyinib tozlik qilib bundan ketmay, unda o'zini tashlab tashlagan. Qasmaqroq yurishgandek bo'ldi aslida lug'at ma'nosi. Lekin bu bunda qattiq quruq, farog'atdan yiroqroq qattiq quruq yashash degan bo'ldi. Hozir masalan davlatlardami siyosati taqashshuf deydi. Mesela Gretsiya e'lon qilsa namoyish bo'lib ketdi-ku, siyosati taqashshuf. Yani jiqnasiga pul xarjlashni to'xtatib, azroq chiqim qildi, tamoqni iqtisodchiliklarni eyli kiyimlar diraq kiyili deb bundan qilishni bu siyosat taqashshuf deymiz. Bu davlatlar hozir shunda qattiq quruq yashashni, endi siyosatni, iqtisodni masalachi. Bu qattiq quruq yashash degan bo'ldi. Qani'an bil yasir. Azraqqa qanoat qilib dedi. Faqat yabitu ja'i'a. Taqbazda qo'sqa ochmo yetib qolibdi kechdi. Va huwa an zalika radin. Qo'sqa ochasi taqib shuni to'liq rozilik bilan yetdi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Ma tarahimalloh, Allohning rahmat bo'lsin, bu kishi 167-yili vafot bo'lgan. Hijratning 100dan keyin 67-yilda vafot bo'lgan. Sanat 70 va 60 ba'da al-100 min al-hijra. Fi xilafat Amir al-Mu'minin al-Mahdi. Mahdi degan shu Abbasiy xilofatininki podshohlarining birisi. Shuning xilofatlik davrida vafot bo'lgan. Salisu xulafa ibn al-Abbas. Abbasiylar jamoatidan bo'lgan xalifalarning 3-chisi edi. Va amma an wali al-Basra, endi biz yuqorida olimni tanishtirib o'tdik. Endi Basrning valisi Muhammad ibn Sulaymonni tanishtirib o'timiz edi. Muhammad ibn Sulayman ibn Ali fakana min rijalat Quraysh va shuj'anihim. Rijalat degan asli erkaklar azmatlari. Azmatlari nocha odamlardan degan bo'ldi. Rijalat. Rijal ismi bo'ldi. Rijalat degani bu bir xil jamoadir. Lekin o'shada rijal rajul degan odatga bu akshi degan bo'lmaydi. Bu aslında katta zatları, no'cha odamlar degan bo'ldi. Anta rajulun va rijalu qalilu. Shu tag'alanmas rajul. Ama ya da ya sayyida ya fatat yo'q. Lekin kafirli odamdan birisi yo'q. Shu rajul yo'q. Fakan min rijalat Quraysh va shaj'anihim Batir Qaysar qahramonlardan dedi. Quraysh qabilasidan chiqqan kishi ekan bu. Va li husni balaihi jama'a lahu al-khalifatul mansur. Bala deganni biz abla bala'an hasanan bu dedik. Husni bala deganimiz buning ko'rsatgan nurg'un yaxshi xizmatlari to'pisi sababidan Abu Ja'far Mansur degan xalifa uningga jamlab berdi dedi. Nimani baynal Basra wal Kufa. Basra bilan Kufa ikki shaharning valiyligini berib turdi. Chunki bu favqulodda xizmat ko'rsatganlik uchun Mansur deymiz Abu Ja'far al-Mansur, mushu Abbasiy xilofatining qurg'uvchisi.
وزوجه المهدي ابنته العباسة. المهدي شنجة خليفة bununğa Abbas'a diyen kızını yatıp dururken. Ve kâne zâ therâ'ın vâsi'in. Buna bek bayken bu. Belaga dakhluhu kulla yevmin 100.000 dirhem. Her küllük kirime 100.000 tenge getirken. Öz vaxtıda nacık bulam. Hazır mı her gün 100.000 koy kirim kıldığalla belki cık kirim kıldığın bay olsun. Yani öz vaxtını kadar bilgi istek edemler iken de bu. Sıkınıtta, minutta manşıpıl çırptı. وراكب محمد بن سليمان يوما بالبصرة. محمد بن سليمان şu Basra valilik kılıvatkan şu şehirde ülkenin şunda özünki adamları kovdukçular şunda köçü ulakı minip çıktı. Ve savvarun al-qadi yusayiruhu fi cinazeti ibn ammin lahu. Aslı bu cenaze iken bunu bir navır tutkana vefat olup ketken bu ağaçka şu cenazede men tutken bu. Yeni de savvar diyen qazi Ağnım billa menvat tutgan. Yusayru degan billa menvatgan dedi. Savvar degan qazning ismi. Fa'taradahu majnunun yu'rafu bi ra'sin na'ja. Na'ja degan nima aytdi? Saqliq. O'chga. Qur'on Karimda sizda ma'no 99 o'chkisi va 90 na'ja va liya na'jatu wahida. Faqala akfilniha wa'azani fil khitab. Bu hamda şu o'chkining kallasi deydigan bir laqam bilan atalgan bir sarang bor ekan. Yoki endi jahon saranga shunda bir odam ekan. U chaqda shavi kichik endi biz nima bo'lsam odam bildigan. Va khatabahu bima aghdabahu. Shunlar bu sarang oldin to'sab avvalining buni ochchini keltirgan shaklda yatillab qilib qalayimqan gap qildi. Fabadara ilayhi g'ilmanuhu. Anda oldin to'sab qalayimqan gap qilgan ekan, valininki chaparmanlari yigitlari G'atçı bunu edeplaş için yoki tatib ayağına apırıt için aldırab qo'l sağlamangda dedi. Fakaffahum anhu. Şolar onu tegmanla deb uni to'sdi. Vali to'sibdi. Tegmanla asrangda deb. Va amara lahu bi 100 dirham. Unga 100 tenge beringlar deb buyruq beribdi. Bu menda isladamanda. فلما انصرف محمد وسوار اعترضهما رأس النعجة وقال مادحا. Endi bular jinozadan berish yo'ldan da to'sab noqta 100 tenge oldi-ku. Endi qaytish yo'lida yana bu Rasul Naji oldin to'sab taash kelgan. Qozi bilan valining oldin to'sdi. Va qala madiha. Uni madilab hamda chiroyli gap qildiribdi. Laqad akramallohu mansibak. Janoblarining mansablarini Alloh taolo katta isil qilib o'tibdi. Va sharrafa ubuvatak. Atidachiliklarning sharafli qilib o'tibdi. Ya'ni bizga atidachilik qillar, beshimizni sillar degan. Ve hatsana vechhaka chiroylaring shunda nurona ochiq unda qilibdi. Va azzama qadrak qadr qimmatlarini shunda katta ustun qilib o'tibdi. Va arju an yakuna zalika li khayrin yuridullohu ay yajma'laka fihi khayrad darain. Mushlarning hammasi bu bir xil yaxshilik uchun bulavatash bo'lishi mumkin. Men shunda bo'lishini umid qilaman. Ya'ni sizga xuddi mushunda qiltagini sizga mushu Alloh taolaning dunyo va oxiratning xayrliklarini butun jamlab berishining bir muqaddimasidek bo'lishini umid qilaman. Nihoyat bir nima gapda endi bu? Ustunlik bilan deyilgan gap. Ya'ni odatga odam bunda qanashtirib demaydi buni. Shu balki ulamoldan birisi bu. Lekin unda ya siyosiy tarafdan boshqadan jahon sarang bo'lib olgan unda bir ahlin bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bu gapni aqli shu joyida normal odammi deb ketamaydi bu gapni. Sarangga o'rgiz demaydi. Fadana minhu savvarun. Şunlar qazi bunun qazini tunida bunanda. Kimligini bildi bunu. Savvar bunun qışıq kelib indapta. Va sallallahu ya xabis. Xabis degan ma ilgar. Aynu deymiz-ku. Ilgar deganda. Ma kana hada qawluka fil bada. Başta manda gapimma tutungo. Başta tatbiq gap qilgan bu sarangni qilib. Achchini keltirib, tilligan haqoratlaganda gap so'zni qilgan. Deb abi munda gap qilmabdi, yuzdan gap bo'lgan ekan munda chiroyli gap qilibsan qo'y debdi. Faqala lahu sa'altuka bi haqqillahi va haqqil amir illa ma akhbartani. Shunda sarang debdi unga, qoziga. Men Allohning haqqi hurmati bilan, ya'ni mush valining haqqi hurmati bilan sendan so'rayman. Yani bu cevap versen zat bulmaydı mı şey cevap verdiğim ben de katı taklidini kıldım. İlla ma akhbartu çokum depegen. Fi ayyi suratin hadil ayet. Muşu ayet karşı surede ba. Muşun depegen boslar.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Bu baradaki ayet ko? Tövbe. Şu bara. Ve minhum degene bu surati baraa, yani surat Tövbe, suratul munafiqin deb atıldı. Nima uchun deganda bu surada ash munofiqning abtibashit hammani ichib o'tgan. Ash munofiqning ichida manda deydigini va, manda deydigini va, mandalarning va minhum degan bak takrorlandi. Hammasi ash munofiqni pash qilgan sura. Ve minhum may yalmizuka fi sadaqat, yani zakat masalan. Sadaqat degan zakat mallar. Ash zakat mallarni sen taqsim qilsan, yani Rasulullah, ve minhum may yalmizuka degan Rasulullah. Taqsim qilsan, sening taqsimotingga ashuningda tiriq chiqarib, ta'ni qilib, seni aytlaydiganlar bor munofiqning uchun. Munofiqning deganda, "Hadi qisma ma urida biha wajhullah." Bu Alloh rozi ko'zlanmagan taqsimot bo'ldi, bu qanday odillik qilmading deb Rasulullohga ashunda qo'pol gap qilgan munofiq bor. Yoki ba'zi xavorizm bor. Rasululloh odillik qillar manada, odillik bilan taqsim qilmamlar deb Hunayn g'azotida shunday degan. Fen u'tu minha radu. As-sadaqada obdan jiq birilsa, voy rozi bo'ldik deb menishdan. Va illam yu'ta minha, agar undan bina tegmay qolsa, berilmay qolsa, idahum yaskhatun. Narozi adil taqsim bo'lmadi, bu deb narozi bo'lishganlar va. Qala, shuna qozi javob berib, fi surat Baraa debdi. Baraa surasida, ya'ni sura Tavba, bara'atun minallohi va rasulihi lillazina ahadtum minal mushrikeen deb boshlanganlik uchun Baraa. Qala sadaqta. Chunki mulla ma'mu, matarangmi mulla. Ras etdilar. Biladi uni. Ma oyat Jahid o'qib asli qozini hozir gapni so'qmoqchi. Mana sadaqta. Fabari Allohu va rasuluhu minka. Ras etdilar. Shuna Alloh taolo va rasuli sizdan adajuda bo'lib ketgan. Xudoyim degan. Xuddanda shu qozini shu munofiq o'xshatib, vali mana ba'da sana ba'misa mushunda o'qib bidigan norozi bo'lgan sen munofiq o'xshashadi demakchi. Ashanganda qiladi. Bu ulamolar yomon ashunda bir-biriga tekkizishdi. Qala fi surati Baraa. Qozi bu Baraa surasida o'sha oyat qala sadaqta. Unda asran ras etdilar. Shuna sil xuddi o'sha oyatning nimasiga chiqib qoldilar demakchi-da mazmuniga. Qolgan ekan Alloh va uning rasuli sizdan ado juda bo'ladi. Sizlar shu munofiqga o'xshash degandek, vali menga berib sizga bermabdi, sizga binoy tegmagan ekan, sizlar norozi bo'lib bunda o'qtiqbatlar degandek men. Yalmizun degan nima demo bor? Vaylul likulli humazatil lumaza. Lamz qildiganlar jama lumaza. Ya'ni ayiblaydiganlar degan. Fadahika Muhammad ibn Sulayman. Shunlar bu sarang qozini shunda so'qqan ekan. Vali kulib ketibdi. Hatta kada yasqutu min dabbati. Ulug'dan jiqilib tushib tasqabdi kulib ketib. Va kana vafatu sanat 30 va 70 va 100 lil hijra. Uning vafot bo'lgan vaqti hijratning 173-yil ekan. Hozir biz vali bilan olim ishkalarning qisqacha tarjimalaridan tanishib chiqdik. Endi shu vasiyat qilish vaqalik kelindi. Va yarbi Muqatil ibn Sulayman ما كان بين الأمير والفقيه. مقاتل بن سليمان أش أمير بلان يعني والي بلان أش عالم أتر بوغان وقالكنا من دا رواية قلدو دي. فيقول يعني بو كشي أشو وقالك üstüde باكين بو. شو كوغالرنا بزغي سوزة پروتو. دخلت على حماد بن سلمة. من حماد بن سلمة وزورغ كرغانتم öýge. فإذا ليس في البيت إلا حسيرة. Şunda qaraýdygan bolsam, öýde şu fakat bir boorlan baken. Hasira degan bo'ra. Rasulullohni ila qilib, ayollarga yaqin kelmayman deb ila qilgan chaqda bir kappidek bir uyga chiqib o'tgan. O'tgan chaqda Rasululloh ayollarni taloq qilib tutdi degan gap bo'lib, Hazrat Umar bunda anglab, Hazrat Umarning qizi Rasulullohga bog'a Hafsa. Buni cho'chib ketib, Rasulullohning qishga chiysa, shu uyda Rasulullohda bo'rning ustida yetishgan. Bo'ra biqiniga iz chiqib ketgan. Ana qattiqroq qanda hadisada yashgan bo'g'achgan. Va mitharatun yatawaddau minha. Uydan bir bo'ri bor ekan, tartalgan bir ibroqdan do'q. Tartalgan bir narsa bor ekan. Ya cho'gon, ibroq, chaynak deganda. Va jirabun fihi ilmuhu. Sizning shu ilmuhuma? Siznikidimi? Jirab degan asli
xurum xo'jindak yoki tulumdak qapchuqdek narsa xo'jin desak bo'ldi ko'pincha xurumda narsa bo'ldigan bundan o'zining ilmlari va kitob narsalari bor uyda shu narsalar bor ekan boshqa narsa yo'q ekan va huwa jalis u o'tirgan holatda va fi yadi mushafun yaqra'u fihi shu o'tirib shu qo'lida bir Qur'onni tutib o'qib o'tiribdi ekan kabaynama ana jalisun duqqal bab man shuna o'tirganimda chiqqa qildi dedi faqala ya habiba ayolning ismi habiba o'xshaydi ekan yanda dedik bo'lishi mumkin ey habiba habiba xonim fanzuri man hada shuni aytib ma kim bir qarab baqslardi sakharajat va adat bu ayol chiqib ketib qaytib kirib bunday debdi rasul muhammad ibn sulayman ila hammad ibn salama vali muhammad ibn sulaymanning hammad ibn salamaga avatgan elchisi ekan debdi fa'adina lahu fadakhala shundan uni ijozat beribdi u elchi kirdi va dafa'a ilayhi bi kitabin min muhammad ibn sulayman uningga ya'ni hammadga vali muhammad ibn sulaymanning yozgan maktubini topshirdi vali u maktubida bunday debdikan amma ba'd uni maqsad kelsak fasabbahaka Alloh bima sabbaha bihi awliya'ahu wa ahli ta'atihi maqsad kelsak janoblarni Allah Taala shu o'zining avliyolarini va taatini qildigan itoatman bandalardek shunda tang atqizg'ay ya'ni bu xuddamda atganliklari xeyli qo'g'ay degandek bir so'z waqa'at mas'alatun bir masala bo'lib qoldi yani bir masala duch kelib qoldik fa'tina nas'aluka anha shuna tashimizga bir kelgan bo'lsalar shu masala to'g'risida sizdan so'raydik tashimizga kelib kelsizlar demoqchi vassalam maktubning mazmuni shu ekan faqala ya habiba halumma duat shunlar xizmatchisiga ey habiba duatni keltiring suruq siyaqsini demoqchi biz duatni uyg'urlarda duat qalam deymiz suruq qutisi siyaq qutisi deganda shuni keltiring debdi thumma qala li andin mana bunda dedi muqatil ibn Sulayman deydi iqlibul kitab vaktub ma maktubni o'ribsan oxiriga bunda yozganmiz odatda shu fatvo so'rab maktub yozib qolsa ulamoninki shunda odat bordi savol yozilgan shu qog'ozning ostiga yo oxiriga yozilgan boshqa qog'oz yozsa savol boshqa qog'ozda javob boshqa qog'ozda keyin u boshqa savol bilan boshqa bilan javob savol bilan bir yaratmay boshqa savol bilan olmush ketgan bo'ldi shuna qog'ozning oxiridan ta'zimlasan bir narsa tasdiqlasa shu o'ziga urdiga yo oxiriga javob xatlab chiqsin chaplab bunda bir shunga o'xshash bu savol javobning ikkisi bir-biridan qechib ketirmaydi mana puxta qilishma shuni ostiga imzo qilib yo muhrni o'sib uni javob qilishmaydi shuna ma qog'ozning oxiriga yozgan deb amma ba'd maqsad kelsa oldida hamda bir salom aytib yo boshqa nimani deydimda hamda sana aytib masalan salom qilib qilgandan keyin gapning tochkisi nima edi bizga deysiz amma ba'd maqsad kelsak fa anta sabbahaka Alloh bima sabbaha bihi awliya'ahu wa ahli ta'atihi janoblar nima shu Alloh taolo o'zining avliyolari va itoatman bandalariga ne'mat berib tang atqizgandek sizga shunday katta ne'mat berib o'tgay inna adrakna al-ulama'a wa hum la ya'tuna ahada bizning bilishimizcha biz ko'rgan ulamolar u bir kimning oldiga bormaydi fa in waqa'at laka mas'alatun bir masala duch kelib qolsalar fa'tina bizning huzurimizni keslar vasal ma badalak xalqan savollarni so'raslamishadi mishakil so'raslar dedi va in ataytani fala ta'tini bi khaylika wa rajlika mening qishimga kelib qolsalar savol so'g'ili u qo'shin tortib kelmay qo'g'dug'uchilar muhofizachilar unda kelmay otliq chavandozlarni piyoda qo'g'dug'uchilarni agashtirib kelmay o'zlari bunday kaslar demiş. Kur'an-ı Kerim bağlı وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ Kur'an-ı Kerim'de ayetin ağını ibarım abi. Şeytan'a hitap kılganında şunda debdülerinde o asker muhabbetiyle manda kemmay yalnız kaslar debdi. فَلَا أَنْصَحُ لَكَ وَاِنَّمَا أَنْصَحُ لِنَفْسِهِ Aşında kemmesler yani debdülen kemmesler bunda kepkasılar
sizga samimiy rost joyda maslahat berolmay qolaman yoki ma gapni qilishimdagi maqsad men sizga samimiy nasihat qilish uchun emas, men o'zimning manfaatini ko'zlash uchun da'vatman degandek bunda. Ikki ehtimollik bo'lishi mumkin. Ya'ni anda dabdillan kap qasılar men samimiy nasihat qilolmay qolaman. Onun ta'sirida besim bo'lgandek bo'lib qoldi degan bo'lishi mumkin. Va rajilika, rajil degan piyodalarningki ko'pligi. Piyodalar qo'shini degandek-a. Va rajilika, rajilning ko'pligi rajil. Yani sen piyodalar qo'shini, otliq qo'shin, hamma unda lashkar tortib kelmay, yolg'iz kelgan demoqchi. Fa baynama ana jalisun, yani Muqatil ibn Sulaymon da'vatida, men shunda o'tirsam, nimaga hozir akabda unga javobni yozib shu elchini ivatibdi bular. Ham shunda o'tirsak, duqqal bab qildi. Faqala ya Habiba ukhruji fanzuri. Shunlar Muhammad ibn Salama dedi, ey Habiba chiqib qarab baqang, kim bu? Faqarajat tu'adat faqalat. U ayol chiqib qaytib kirib bunda debdi. Muhammad ibn Sulaymon kan. Qala quli lahu yadkhulu wahdahu. Unaga ayting, u o'zi yolg'iz kirsin. Yani muhofizatchilari askarlardan chiqishni boshlab chiqsin demoqchi. Fadaqala va jalasa baynaday. Shunlar u kirib, uning oldida o'tirdi dedi. Baynadayga oldida demoqchi. Thumma ibtada faqala. Ondan bu gap so'z boshlabdi. Ibtada degan so'z boshildi. Oldin og'iz ochdi. Yani bu salomlashib ahvol so'rab qilgandan keyin maqsadni dastlab qilib so'z boshlabdi. Mali idza nazartu ilayka imtala'tu minka ru'ba. Nimishto men o'zlariga shunda qarasam, sizdan qo'rqib ketaman. Vujudimni sizdan qo'rqinch qapli oladi. Nimishto bu? Qala Hammadun haddathani Thabit al-Bunani qala sami'tu Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء. حماد أبتم ده نو جوابا ثابت البناني ما سجل بعديك وثابت البناني من كت إبادة كوي تابع جانا مرسه وأنس بن مالك هذه رواية كذا. ثابت البناني سجل بعديك من أنس بن مالك رضي الله عنه من دخل تجلكنا الله تم. أنس بن مالك من دجان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل تجلكنا الله تم. Hakikaten alim eğer öz ilmi bilen Allah'ın razıkını közlüse vechallah diyen Allah'ın zatı, razıkı diyen buldu. Habehu kullu şeyin. Hemme nase onun korkudu. Hemme nase onun kartamda heyvet iskıldı demek. Tep tartılgan buldu. Ve idâ arada bi'ilmihi en yeknizel kunuza liki ilmi arqılıq debi dünya, mal dünyaya erişip aşında mal toplayban deb qalsa, haba min kulli şeyin. Bu alim hemme narsani qo'rqadigan, hemme narsani taptadigan, hammadan taptadigan bo'lib qoldi. Faqala ma taqulu. Demak, alim hozir mendan hozir bunda taptadimda, hayvat nima qilishinglik sabab men mal dunyo to'plamayman. Sana muhtoj emasman. Shu buloqqa deb bunda javob beradi. Shundan valid debdi, "Ma taqulu rahimakallah." Alloh sizga rahmat qilsin. Sizlar ma masalada qanday qaraylar, yaqinda fatvo berlar. Ma fatvo so'raganda bir xil adab qoida nima? Ya'ni bir xil duo qilib nimaga? Rahimakallah. Ma taqulu fi rajulin lahu ibnan. Ma masalada qanday qaraylar? Bir kishining ikki o'g'li bor ekan. Va huwa an ahadihima arda. Bir o'g'lidan bakrak rozi ekan bu. Bir oğluğa bakarak amraq keyin mesela. Fa arada an yaj'ala lahu fi hayatihi thulutay malihi. Fanishada şuna amraq bo'g'achqa şuna o'zining hayotida aş amraq balasiga butun mol mulkining 3/2sini berib o'tmoqchi bo'libdi. Yaj'ala degan bir o'tishmi? Ya, mukofot bir o'tish. Hadiya qilib bir o'tish. Thulutay. Sulut degan 3dan biri. Suluta bo'lsa 3/2 bo'ldi. Ama maf'ulun bi bo'lgan ekan, tulutay deydi. 3dan 2 ulushni berib o'tmoqchi bo'libdi. Asli yerini berish kerak. Qabul. 2 o'g'li bo'lgan, lekin menga jiqroq bermoqchi. Hayot chig'idlamda berib o'tmoq. Asli 3 uy bo'lib qolsa, 2 uyni bir o'g'liga, bir o'g'li bermoqchi ekan. Hayot vaqtida. Ana shu
kishi mol mulkini hayot vaqtida miras taqsim qildim degani u tushmay, chunki miras degan odam o'lib ketgandan keyin undan qolib qolgan mol miras bo'ldi. Hayot vaqtida miras degan gap yo'q. Hayot vaqtida faqat hadiya qilib berib o'tish bor. Shunga bir kishi masalan hayot vaqtida bolalarga mol mulkini taqsim qilib bermoqchi bo'lsa, o'g'liga tang bersa bo'lardi. Keyin ham o'lib ketsa, qo'lda qolib qolgan o'ziga tava mol shu miras bo'ldi. Az qolgan bo'lsa, azizlik o'sjiq. Hayot vaqtida bersa bo'lardi. Chunki har kishi o'zining mol mulkida tasarruf qilishda erkinligi bor. Qala la taf'al rahimakalloh. Alloh sizga rahmat qilsin, unda qilmaslar. Fa inni sami'tu Anas ibn Malik yaqul. Hadi masalaga diqqat qilyapsizlar. Anas ibn Malikni o'zim bilas anladim da. Ya'ni bu sahabini ko'rgan tabi'i yazirman. Bu kishi 167 da vafot bo'lgan. Belki endi tug'ilishda 70-yillarda, 60-yillarda tug'ilgan bo'lishi mumkin. Şu İmam Abu Hanife 150-yili vafot bo'lgan. Şu Anas ibn Malikni ko'rgan deyiladi. Men Anas ibn Malikning munda deganligini anglagandim. Anas ibn Malik munda degan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning munda deganligini anglagan. İza aradallohu an yu'azziba 'abdan min 'ibadihi fi hayatihi, Allah Taala bendilerden bir bendisini hayat vaqtida azoblay deb qolsa, asli oxiratda azoblaydi. Lekin shu hayat vaqtida, shu dunyoda ham azoblay deb qolsa, waffaqahu li wasiyatin ja'ira. Uni zulm qildigan, naqshilik qildigan bir vasiyatga muvaffaq qilib qo'ydi, qulaylashtirib berdi unga, udillab qo'ydi deydi. Ja'ira, zolim degan bu. Javr degan zulm emasmi? Javr japa deganda, javr o'sha zulm degan bu. Ja'ira degan nahaq, zolim vasiyatdan birga uni udillab qo'ydi. Ya'ni shunda nahaq vasiyatdan bizni qildigan qildi. Shundan dunyoda uni jazolatidi demoqchi. Qala fa'arada alayhi malan falam yaqbal Hammadun. Shunda u fatvosini so'rab bo'ldi. So'rab bo'lgan ekan, unda sizga bir mukofot olsam, mol dunyo olsam deb qilsa, rahmat, menga lozim emas, kerak yo'q deb rad qildi. Hadani mawqifani kariman. Pozitsiya desak bo'ladi, mavqif deganni. Mana bu ikki isl pozitsiya yoki muomala uslubi. Madluluhuma takrimul ilm. U nimaga dalolat qildi? Dalolat qilgan narsa ilmning izzatini qilishdan iborat. Ya'ni olimmi o'zining ilmini izzatlayotdi, har qilmay. Avalimo ilmning izzatini qilib oldiga bordi. Va kilahuma yastahiqqu sahibuhu al-i'jab va at-taqdir. Mushu ikkilaylar endi ilmning izzatini qildi. Ulamo qildi, valim qildi. Har ikkisi taqdirlashga arziydigan, qadrlashga arziydigan, i'jab degan hayron qilishga arziydigan mushunda bir ishdan iborat deydi. Bu burunqilarningki, ya'ni bizning salaflarimizningki bu ilmni bunda izzatlagan voqealiklardan bir o'rnak endi. Hozir bunda izzatlash qilmadi. Hatto savol so'rgan chog'dan, fatvo so'rgan chog'dami bunda adab qoidasi bilan mana so'raydigan ish yo'q-da. Buni javob bersa, undan daliling nima deb o'limaning yaxshin tutilgan gap. Bu hadisni demasmi? Bu hadisning ba'zi ajizlar bo'lishi mumkin. Ammo tarjimalarga kelgan rivoyatlardir bu. Vaqalik. Biz bu yerda bu hadisni sahih yoki uni tekshirmaymiz. Bu yerki maqsad unda mush olim unda bir hadisni so'zlab berishmi? Shunda hozirgi kunimizda biraydan bir fatvo so'g'an bo'lsa, bir hadisni deb bersak, bu hadis qanday hadis bu? Sahihmi yoki ojizmi? Qaç kitapda rivoyat qilingan manbasini deb bersalar deb eslolingizlar. Bu adabsizlik. Muhammad ibn Salimatni İmam Malik'in ustası. İmam Malik'in ustası. Bu İmam Abu Hanife bilen Muhammed zamandaş ikisi. İmam Malik'in zamandaş. Çünkü İmam Malik uzun ömür ko'rgan ailenin adamları olan 90 yaşında vafot bo'lgan. Çünkü müşenimden ilim algan. Şu'ba bilen İmam Malik şu Hammad ibn Salimat'ın ders algan. Anda İmam Abu Hanife onun ustazının ismi Hammad. Hammad ibn Abi Süleyman. O Kufa'daki İmam Aşu Hazreti İbn Mesud'un şagirdlerinden. O mesela Alqama İbn Mesud'un mukam olsa, o Kufa medresesi ehlinden. Mağlan Basra mesela Hasan Basri'den mağlan ilim ağalarından. Lekin mağla kişi onda fıkıh sahasida onda bek tunulmagan bolsa mı? İbadet güylükte, zahitlikte, takvadarlıkta tunulup ketken.
Şu İmam Ebu Hanife'de 10 neçilden ki vefat oluptu. Bir eserde yaşayan, belki uçuruşup göreşken boğuydu. Basırılan köpümü yakınlamış işte. Şimdi ras na'cımı bu ehlinin meselede. Şunlar parazitli buldu. Ehlinin iken de bir siyasi numulap ya şu hükümetten korkap indi can saran olap bunda köçeden de nokulup jüridiği adam buluvagan. Lekin mağanam aldım tosabında gapdıysa Muhammed ibn Salam'ın bildi saranın qanday adamligin. Ma qazi bildi belki savaq dışı şunu. Şuna burun bildi oqan boğuydu. Şu nima bunga üzgöy puladi. Bu ehlini qadrlashdan. Bu bunda 5 kun kelgan adam bo'lgan ekan, üzgöy berib qo'yib mangdi. Jalilul qadri degan Allohning sifatimi yo? Yo'q, bu jalil degan katta, cho'ng, ulug' degan ma'noda. Ba'zi sifatlar va Alloh taolo xos. Boshqa hech kimga ishlatmaydigan. Masalan, Rahman, al-Mutakabbir masalan. Ar-Rahman, al-Mutakabbir mana sifatlar boshqa hech kimga ishlatmaydigan. Lekin ba'zi sifatlar Rauf, Rahim masalan. Aziz bu Alloh taoloning ishlatilgan, bandaning ishlatilgan bunday sifatlar. Bu jalil deganmi? Allohning ishlatilgan, bandaning ishlatilgan bunday sifatlar. Yani qadr qimmat yuqori, ustun, ulug' degan ma'noda. Dedi, kana rahimahullohu jalilul qadri deb. Rahimahulloh. Alloh. Rahimahulloh qistirma so'z. Kana jalilul qadri. Çünkü arlıqdan biz dua qilyapmiz. Alloh unga rahmat qilsin. Radhiyallohu anhu deganda. Adını ketib qo'ysak bo'ladi ya uni. Biz şu rahimahulloh, rahmatullohi alayhi deb imomlarimizni, burun ustozlarimiz, cho'nglarimiz, kattalarimizni tilg'a vaqtimizda biz shunda Alloh taolodan ular mag'firat tilab qo'yish bizning qilindi. Shuna haqq hurmati hisobida biz qilish majburiyatimiz. Ba'zi tabiinlar radhiyallohu anhu deb qabul qilindi, qilmaganda bular. Bu bir duo endi. Adat normalda radhiyallohu anhuni biz sahobaga ishlatamiz. Shu Qur'on Karimda radhiyallohu anhum va radu anhu. Lekin birisi odatki, masalan men siz radhiyallohu anh deb qasam, u sizga duo, undan duo. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Uyg'ursimdan Alloh rozi bo'lsin deb. Shu gap shu. Bundan sizni sahoba deyotganlik bo'lmaydi. Lekin mushu aqallikdan hozir bizning aqallikda birinchi arab tilini emas, maqsaddan. Ikkinchisi qetib bunda adab, axloq, ulamo degan qanday bo'lish kerak? Ulamalar qanday muomala qilish kerak, ilmning izzatini qanday ko'tarish kerak, adab o'rgangan. Mushuni adabni o'rganmasak, udullashni o'ychisak, ulamo kelsa tillaydigan bunda xavorijlik qilgan. Maqsad adab o'rganish, adamgarchilik, axloq, boshqalarni hurmatlashni o'rganish ma'nosi maqsad. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Ma darsda butun boshdan oyoq daftariga bir qatim ko'chirib kelinglar. Topshiriq. Ana ham so'zni ayam yezib yodlab kelinglar.